Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar. Siloslarimiz arzonidan mana 70 tonnali yamamiz Qo'shtepa tumanida. Sap-sariq holatda, mana o'ta ham chiroyli holatda. Politsiya kombaynda urgan. O'ta ham may emas, yirik emas. Holatlarni ko'rishingiz mumkin. 20 kilodan standart qilib qoplanyapti, dastavkalar qilinyapti. Kimga shunaqa arzonrog'idan kerak bo'lsa, baribir yem sep beraman, kunjara beraman degan akalarimizga jo'natib qo'yasizlar. Qo'shtepa tumanida. Qopdagi holatlari ham mana barakali siloslarimiz. Ko'p emas, 50-60 tonnali yama. Aloqaga chiqaverasizlar 93 534 4307. Like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishni so'rab qolamiz.